Va alaykum assalom. Salomat bo'linglar. Mana bugun Beruniy tuman 58-uy o'rta ta'lim maktabida ertalabki saflanish bugungi yangi kun, yangi hafta muborak bo'lsin va xayrli bo'lsin. Mana hurmatli aziz o'quvchilar va ustozlar, Встречай новинку Steam. 9-haftani boshlamoqdamiz. Mana birinchi chorak ham o'z yaqiniga yetdi. Shu munosabat bilan bugun maktabimizda birinchi chorak yakuni bo'yicha yutuqlarga erishgan o'quvchilarimizni va ustozlarimizni rag'batlantirish marosimi bo'ladi. Bugun barcha sinflarda kelajak soati O'zbekiston va jahon mavzusida o'tkaziladi. Shuning uchun O'zbekiston o'zlarimizning ona vatanimizning, ona yurtimizning jahonda tutgan o'rni haqida barcha ma'lumotlarga kelajak soatida ega bo'lamiz. Shuning uchun hammalaringizni bugungi kun bilan yana bir bor tabriklaymiz. Mana bugungi kunda maktabimizda shunday nelarga erishgan barcha o'quvchilarni hozir mana taqdirlash marosimida davramizga chaqirib birgalikda hammalarni rag'batlantiramiz. Shu rag'batlantirgan vaqtda hammalarimiz o'zlarimizning qarsaklarimiz bilan shularni xursand qilishga o'z hissamizni qo'shaylik. Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, aziz o'quvchilar, o'qituvchilar. Hozir aytib o'tdi. Yangi 2025-26 o'quv yilining birinchi choragining oxirgi haftasi bu. Keyingi 2-3 noyabrdan 3 noyabrdan hamma respublika bo'yicha birinchi chorak, ya'ni kanikulyar hisoblanadi. Demak, 3 noyabrdan 10 noyabrgacha. Endi mana birinchi chorakda bilasizlar, maktablarda birinchi bosqich va ikkinchi bosqich fan olimpiadalar o'tkazildi. Fan olimpiadalarda bizning maktabimiz rayonda, tumanimizda yaxshi qatnashdi. Yaxshi qatnashganlar ismiga yaxshi o'rinlarda oldi. Shularni hozir bizlar taqdirlab nima qilmoqchi edik. Shuna hurmat chaqirsak, endi hammangizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Mana hurmatli o'quvchilar, bu yerda hozir nomlari, ismi, familiyasi chiqqan o'quvchilarimizni davramizga chaqiramiz. Nadra, opet. 58-uy o'rta ta'lim maktabining 11-B sinf o'quvchisi Qurolova Muqaddas. Qaror keldimi? Xabarlar qolma. Beruniy tumani maktabgacha maktab ta'limiga qarashli, bo'limiga qarashli 58-uy o'rta ta'lim maktabi 10-B sinf o'quvchisi Sadullayev Nurbol Asqarov o'g'li matematika va fan olimpiadasida Beruniy tumani bosqichida faxrli 2-o'rinni egallagani uchun namunali xulqi, ko'rik tanlovlardagi yutuqlarga erishgani, maktabdagi o'quvchilarga o'rnak va ibrat bo'lganligi uchun faxriy yorliq bilan mukofotlanadi. Demak, bu o'quvchimiz ikkinchi bosqich tuman fan olimpiadasida tumanimizda 2-o'rinni egallab, demak, respublika bosqichiga o'tdi. Bunga muvaffaqiyat tilaymiz. Beruniy tuman 58-uy o'rta ta'lim maktabi 11-B sinf o'quvchisi Kenjayeva Nurjamol Baxtiyor qizini muhim 5 ta tashabbus olimpiadasi sport musobaqasida shaxmat bo'yicha tumanda 2-o'rin egallagani, tarix fanida yuqori ball to'plagani, jamoat ishlarida faol ishtiroki tengdoshlariga o'rnak va namuna bo'lgani uchun faxriy yorliq va esdalik sovg'a bilan taqdirlanadi. Davom etinglar. Respublikada birinchi o'rinni olishni tilaymiz. Demak, yana davom etamiz. 58 maktabning 11-sinf o'quvchisi Rimboyeva Samira Quvvat qizi. Demak, o'zbek tili fan olimpiadasida maktab bosqichida birinchi o'rinda. Demak, tuman bosqichida 4-o'rinni egalladi. Maktab ma'muriyati va tomonidan qabul qilingan mukofotlanadi.
Endi mana ko'rik tanlovlarimiz juda ham ko'p bo'lmoqda. Mana Zulfiya xonim ko'rik tanlovi, jadidlar izidan ko'rik tanlovlari, mana hudud, maktab, tuman bosqichlarida faol ishtirok etgan qizlarimiz bor. Shu qizlarimizni 9-B sinf o'quvchisi Arifbay Vazima, 8-B sinf o'quvchisi Sherimbetova Zilola, 8-B sinf o'quvchisi Yo'ldosh va Nilufar tarixiga chaqiraman. Yo'ldosh va Nilufar, Arifbay Vazima. Mana bu o'quvchilarimiz o'zlarining shu adabiyotga bo'lgan qiziqishlari, bilimga bo'lgan intilishlari, chanqoqligi bilan shu tengdoshlariga, sinfdoshlariga o'rnak namuna bo'lib kelmoqda. Bu o'quvchilarimizni mana shu Zulfiya jadidlar izidan ko'rik tanlovlarida erishgan yutuqlari uchun, maktabdagi namunali xulqi va a'lo baholarga o'qigani uchun maktab rahbariyati faxriy yorliq va esdalik sovg'alar bilan taqdirlaydi. Yutuqlar bardavom bo'lsin. Fan olimpiadalarida, ko'rik tanlovlarda keyingi bosqichlarda g'olib bo'lishni tilaymiz. Tabriklaymiz. Ke. Mana eng intiluvchan, talabchan, qobiliyatli, tashabbuskor qizimizdan biri bilan Nilufar qizimizdan erishgan yutuqlari bilan maktab rahbariyati nomidan faxriy yorliq va esdalik sovg'a bilan taqdirlaymiz. Yana shunday o'quvchilarimizdan biri 58-maktabning 9-B sinf o'quvchisi Davlatboyev Mehrob tarix fani olimpiadasida maktab bosqichida 1-o'rin, 1-tuman bosqichida yuqori ballni to'plagani uchun namunali xulqi tengdoshlariga o'rnak bo'lgani uchun maktab rahbariyati faxriy yorliq va esdalik sovg'a bilan taqdirlaydi. Tabriklaymiz. Beruniy tumani 58-maktabning 9-B sinf o'quvchisi Madiyarova Aynura Rashid qizini huquq fan olimpiadasi maktab bosqichida 1-o'rin, 1-tuman bosqichida yuqori ballni to'plagani, namunali xulqi tadbirlarda faol ishtiroki uchun maktab rahbariyati faxriy yorliq va esdalik sovg'a bilan taqdirlaydi. Madiyarova Aynura. Yana shundaylardan bor. 11-sinf o'quvchisi Allohbergenova Asalay Jilvay qizi. Demak, bu qizimiz ham maktab bosqichida 1-o'rinni oldi. Tuman bosqichida ozgina qolib 5-o'ringa qoldi uchun bilan maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliq bilan mukofotlangan. Keldi Asalay. Tabriklayman. Sinf o'quvchisi Allohbergenov Ruslan informatika fan olimpiadasida maktab bosqichida 1-o'rin, 1-tuman bosqichida 4-o'rinni egallagani uchun namunali xulqi jamoat tadbirlaridagi faol ishtiroki uchun faxriy yorliq va esdalik sovg'a bilan taqdirlanadi. Tabriklaymiz. 9-sinf o'quvchisi Saxiyeva Rayhon huquq fan olimpiadasida maktab bosqichida 1-o'rin, tuman bosqichida yuqori natijani ko'rsatgani namunali xulqi jamoat ishlarida faol ishtiroki uchun faxriy yorliq va esdalik sovg'a bilan taqdirlanadi. Beruniy tumani 58-maktabning 9-B sinf o'quvchisi Yegamova Farizodani maktabdagi barcha tadbirlarda faol ishtiroki, namunali xulqi, bilimga chanqoqligi, jamoat ishlarida faolligi uchun maktab rahbariyati faxriy yorliq va esdalik sovg'a bilan taqdirlaydi. Mana tadbir boshida o'qigan o'quvchimiz maktabimizning eng bir
iqtidorli, bilimdon, bilimga chanqoq, qobiliyatli, tashabbuskor, ijodkor o'quvchilardan biri Qurolova Muqaddas Narimon qizini hurmat bilan davraga chaqiramiz. Keling. Mana bu qizimiz barcha ko'rik tanlov va olimpiadalarda, maktabdagi jamoat ishlarida, o'tkaziladigan tadbirlarda o'zining faol ishtiroki bilan Yosh kitobxon Zulfiya xonim ko'rik tanlovlaridagi maktab, hudud, tuman, viloyat bosqichlarida viloyat bosqichi g'olibi va o'rinlarni egallagani uchun O'zbekiston ayollar ovozi antologiyasida xalqaro sertifikat va yosh ijodkorlar Qozog'iston Qo'sqanot qo'rining oltin burgut nishoni sovrinini egallagani Ota soyadek tog' maqolasi uchun mana ko'p Qatar davlati, o'zlarimizning O'zbekiston va boshqa davlatlarning sertifikatlarini olganligi, Zulfiya xonim ko'rik tanlovi da tuman bosqichida menaka keyingi bosqichga yo'llanma olgani uchun maktab rahbariyati bu qizimizni faxriy yorliq va esdalik sovg'a bilan taqdirlaydi. Mana shunday Zulfiya xonim izdoshlari, shunday bilimdon, qobiliyatli, mahoratli, ijodkor, tashabbuskor o'quvchilarimiz ko'payishini tilab qolamiz. Bu qizimizni erishgan yutuqlari bilan yana bir bor barcha ustozlar nomidan, barcha o'quvchilar nomidan shaxsan o'zini, ota-onasini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Keyingi bosqichlarda omad tilaymiz. Keldimi? Yana boya boshida aytib o'tgan qizlarimizdan biri yana keldi. Mana Arapboyeva Azima Qadir qizini davramizga chaqiramiz. Mana bu qizimiz ingliz tili fanida mana hozir tayyorgarlik ko'rib, mana keyingi bosqichga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mana jadid tarzdan ko'rik tanlovi, maktabdagi barcha o'tkazilgan jamoat ishlarida, tadbirlarda faol ishtiroki, namunali xulqi uchun barcha sinfdoshlariga, tengdoshlarga o'rnak bo'lgani uchun maktab rahbariyati faxriy yorliq va esdalik sovg'a bilan taqdirlaydi. Qani bu yoqqa kelin mana. Gramotga qizlar bu yoqqa kelin bak o'quvchilarim. Oti chiqqan Madina. Kelin, bir qator o'quvchilar. İspanya bizim miras qafda shaxmat bor edi, aytib Qasda birinchi etapda. O'quvchilardan o'rnak oling, ibrat oling, izlaning, o'qing, bilim oling. Sizlar ham tanlovlarda, olimpiadalarda yuqori o'rinlarni egallashingizni tilab qolamiz. Mana Guldiroz Qorsakni shu mana yutuqlarga erishgan faxriy yorliq va sovg'alarga o'quvchilarimiz qatnashib oldi. Mana bo'ldimi? Rasmga shu bo'ldimi? Bilmas. Havo tushirdim. Quvonchi, maktabning quvonchi, bizlarning quvonchimiz bo'ladi. Shuning uchun maktabda shunday sharoitlar yaratilyapti bunaqay. Qo'shimcha to'garaklar, qo'shimcha repetitorlar. Shularning hammasi bir hamma ingliz tilidan bor, matematikadan ham bor, ona tilidan ham bor, fizikadan ham bor, rus tili, biologiya hammasidan ham bor. Qo'shimcha sizlardan lekin intilish bo'lish kerak. Endi bu yoqda o'qimaganlar shu yerni eldirib olib turib o'qitamiz dars akitib endi qo'shimcha to'garaklarga. Shuning uchun bu yoqda shularda o'rnak olib, hech qaysisi bularni kam emaslar. Bizlar yordam etmadik. Ota-onasi ham loy berdi, o'qi deb qo'yibdi bo'lgani. Yutuqlarga erishganlarni bugungi hozir mavzudan aytdi. O'zbekiston va jahon mavzusida kelajak soat o'tkaziladi. Darslarga hamma to'liq qatnashish kerak. Undan keyin vaqtida kirib chiqish kerak darslarga. Har kuni jarimaga tortilib, qaybsan ota-onangizni chaqirib, ovora qilib o'tirmanglar, yaxshimi? Tushunarli? 8 Sambo o'rta ta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisi Rimboyeva Dinorani a'lo baholarga o'qiganligi va dars jarayonlarida o'zining faol
va ko'rik tanlovida faol ishtiroki uchun va maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliq bilan mukofotlanadi. Dinar aka. Sovg'a esdalik uchun. Yeremitpay maktab 9-sinf o'quvchisi Rejibbayeva Sabinani matematika fan olimpiadasida birinchi bosqichda bilan maktab bosqichi birinchi o'rin, imom miqyosida bilan yuqori natijalarni ko'rsatgani uchun faxriy yorliq va esdalik sovg'a bilan tabriklaymiz Sabina. Kelgusi o'qishlarda tanlovlarda birinchi o'rinlarni olib, yutuqlaringiz ko'payib, bundan ham yuqori natijalar uchun kelib qolamiz. Bu yerda mana 9-sinf o'quvchisi Alloh bergan farmon. Maktabda mana o'tkazilgan informatika bo'yicha o'rtada birinchi o'rin, imom miqyosida mana faxrlar yuqori natijalarni ko'rsatgani uchun maktab rahbariyati faxriy yorliq va esdalik sovg'a bilan tabriklaymiz. Yutuqlaringiz respublika bosqichlarida, imom bosqichlarida, tanlovlarda bundan ham yuqori natijalarga erishishni tilab qolamiz. Mana Safarbayeva Sarvara qizimiz maktabdagi barcha tadbirlarda faol ishtiroki, namunali xulqi, a'lo baholarga o'qiganligi va nelardagi tanlovlardagi faol ishtiroki uchun maktab rahbariyati nomidan faxriy yorliq va esdalik sovg'a bilan taqdirlaymiz. Tabriklaymiz. Allohim hamon quvonib shunday yutuqlarga erishib, yutuqlaringizdan ota-onangiz va ustozlaringiz quvonib yurishini tilaymiz. Tanishi Xudo xolasa 1,5 yillik bunday yil oxirida, yil davomida erishgan yutuqlarimiz eng faol o'quvchi, eng faol sinf, eng faol o'qituvchi, eng faol sinf rahbar, eng faol kitobxon o'quvchi, eng faol ijodkor o'quvchi tanlovlarini o'tkazamiz. Shu tanlovlarda erishgan nelarga, g'oliblikka erishgan o'quvchilarimizga bundan ham katta o'zlarimizning maxsus sovg'alarimiz bor. Shunday sovg'alarimizni Xudo xolasa har bir o'quvchimizga beramiz. Har bir o'quvchimizni shunday yutuqlar bilan tabriklab yurish hammamizga nasib qilsin. Sizlarga faxriy yorliq va esdalik sovg'alar muborak bo'lsin. Huquqlarni poymol qilishidan shunday maqsadlar endi yaxshi tushuncha bor bo'yicha o'tib ketamiz. Nima endi bu? O'quvchilar farovonlik dasturi bu bolalarning sog'lom, xavfsiz, baxtli va ijodiy rivojlangan shaxs sifatida ulg'ayishi uchun maktabda amalga oshiriladigan kompleks chora-tadbirlar majmuasidir. Asl qo'llanma yozamiz shu javob. Nima demoqchi bo'lmoqchi uchun. O'zini xavfsiz va hurmatda sezgan bola o'qishda 2 barobar faolroq bo'ladi, to'g'rimi? Haqiqatan o'zini xavfsiz va hurmatda sezgan bolalar imkoniyat kuchli bo'ladi, to'g'rimi? Shunda bola demak o'zini 2 barobar faolroq qilish bo'ladi. Al endi ikkinchi rasmda stressga duch keladigan o'quvchilarning 40% gacha bilim natijalari pasayadi. Bu haqiqat. Nega deganda stress bergan bolalar biz ta'limlarni o'qishdan o'zi bunday chiqarib kirgizishni o'zi qattiq qiyinda darslarga kirgizib oladi o'zi. Hozir shu bo'yicha ikkinchi taqdimotlarda savol javob berasizlar, bilamiz. Shuning uchun sizlarga rasmni ko'rsatib o'tmasam bo'lmaydi. Uchinchisida mana rasmda 3 qonun berilgan. Birinchi qonun 2008-yilda bola huquqlarini kafolatlari to'g'risidagi qonun bilan mustahkamlab qo'yilgan. Bu O'zbekiston doirasida qabul qilingan qonunlar bo'ladi. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya bilasizlar 1989-yil Jenevada qabul qilinadi, Shvetsariyada, yaqinda bo'lsa. Shuni davomsiz ravishda 2008-yil bizda bola huquqlari kafolatlari to'g'risida qonunni qabul qilamiz O'zbekiston. Buning birinchi moddasida yozib qo'yildi, bola haqida tushuncha keng tarif berilgan. Ikkinchisi bola to'g'risida, bola deb biz nima aytamiz? 18 yoshga to'lgunga qadar, ya'ni bir so'zlarda voyaga yetmagan yoshlar hammasi biz uchun bola bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham qonunchiligimizda 18 yoshga to'lgan shaxs to'la ma'lum loyihaga ega degan narsa qo'yibdilar. Shu yoshgacha baribir ota-ona javobgar shaxslarga qarorlar bor. Shuni nazarda tutib, endi bundan ko'ramiz.
bola huquqlarini buzilishi. Tez tayyorlab ketishimiz kerak. Birinchilasida mumkin oilaviy muammolar. Janjal, ota-ona. To'g'ri. Ikkinchilasida Ikkinchilasida tayyorlashdan kim? sifatsiz ta'lim. Muallim. O'qituvchi vajahatni haqoratlab, bolani haqoratlab, sen bilmaysan, sen boyagi yekchi o'quvchisan, sana aytgan foydasi yo'q deb ham turibdi. Bu o'quvchida uchinchisida bolani kamsitish. Bolani kamsitish tushkunlik holidan eng birinchi sabab bo'ladi. Sen bo'lmaysan, ota-ona birinchi uyda kamsitish kerak. Yomon bo'lsa bolani sen yaxshi o'qiysan, bolam sendan ko'p narsa qilib qolmaydi. Motivatsiya bilan maktabga borishni talab qilmoqda, uylardan berishdi. To'rtinchisida bolaga kuch ishlatish bugungi kunda. Yaxshi qilib kelib turadi, baribir kuch ishlatish. Buni bo'lgan endi bu. Yana jangchilar ko'raydi. Bolaga kuch ishlatadigan yerlar bor. Avtoritar, liberal deb uslubda bolani o'qitadigan bo'lsa, biz avtoritar rejimdan boshqacha davr keltirdik. Bugungi kunda bola huquqlari to'g'risida konvensiyada shu narsa qarorlangan. Sababi men degan shaxsning shakllanishi bolaga to'laman huquqlarini talab qiladi. Bugungi talab etishga qarshi qoladi. Misol uchun o'zi sifatsiz ta'lim berish degan men bunga qanday tushuncha beraman o'rtadagilashga. Videoni qo'shib qo'yasizmi? Sifatsiz ta'lim berishmi? Qo'shildimi? Videoni o'chir, video kerak emas.